eshikni xuddi it urgandek, ittalagandek tovushlar kelar. Baqirib tinmay so'ralarni o'qir ekanman, eshik undanda qattiq taqillashni boshladi. Xuddiki eshik sinadiganday edi. Bu shovqinlar 5 daqiqadan so'ng tinchidi. O'rnimdan turib, eshikni ochib, telefonimni topib bo'lganimdan so'ng uydagilarga telefon qildim. Oyim shu zahotiyoq yetib keldi. Oyim kelganidan so'ng hamma voqeani bitta-bitta aytib berdim. Va o'sha kecha u erkak oyog'imga yopishib yig'laganini ko'rdim. Oyog'imga yolvorib yig'larkan, ertaga mullani oldiga bormasligim va uning oldiga borsam, uni yo'qotib qo'yishim haqida ko'p marta yig'lab, qulog'imga ta'kidladi. Ertalab uyg'onganimda oyim meni mullaga olib bordi. Mullaning eshigidan kirishni xohlamadim va meni tog'am va oyim majburlab kirgizishdi. Mulla meni o'rtaga olib 40 marta Yosin surasi O'qishdi. Boshida mullalar meni ko'zimga juda ham qo'rqinchli bo'lib ko'ringan edi. Ammo 40 marta Yosin surasini o'qib bo'lishgandan keyin haqiqiy Xizr kabi ko'rinishni boshladi. Aytishi bo'yicha tanamga oshiq jin kirgan ekan. Undan so'ng tez-tez mullaga qatnay boshladim. Chunki u erkak hali ham tushlarimda meni quvlar va undan qocholmasligim haqida aytadi, deydi sirli obunachimiz. Mehnatini qadrlagan holda menga obuna bo'lishni unutmang.